Hozir sizga soch o'rishni eng oson yo'lini o'rgataman. Qarab turing. Birinchi orqaga tarab olasiz sochingizni. Sizga ko'rinyaptimi? Shu turish ko'rinyapti, to'g'ri? Endi eng ust qismidan ozgina olasiz. Farqi yo'q. Qancha olsangiz ham tez bitishi uchun 3ga bo'lasiz buni. Inshaalloh ko'rinayotgandir. Shuni 2ta 3ta o'rib olasiz. Bo'ldi. Endi davom etamiz. Bu yoqdan qo'shamiz. Yondan ozgina. Inshaalloh ko'rinayotgandir. Qarab qo'ying. Endi ko'rinyapti. Qarang. Bir-biriga kirgizib tagidan olasiz. Endi bu tarafdan olasiz. Endi bu tarafdan olasiz. Endi bu tarafdan. Ham sochingiz yerga to'kilmasdan tozagina turadi. Ko'rinyaptimi? Ko'rib qo'yibdi. Ko'rinyapti. Sochingiz yerga to'kilmay tozagina, akkuratni taralgan bo'lib turadi. Yoshim katta, menga yarashmaydi demang. Bizlar ham 35 ga kiryapmiz. Yanada o'rib yuraveramiz tozagina turishi uchun. Ko'rinyapti? Ko'rinyapti. Endi bog'laysiz. Keyin bitta tartib shunday tartib qo'ysangiz chiroyliroq turadi. Qanday chiroyli chiqdimi? Endi siz xohlasangiz kokulchalar tushirib qo'yishingiz mumkin. Bu foydali bilgini hammaga yuborib qo'yishni unutmang.